Mana endi e'tiboringlarni aynan Happy Smile ga qarataman. Mana juda ham ko'p. Happy Smile zo'r sotilyapti. Bolalarimizga vitamin beradi, gijalarini tushiradi. Bu mana biodron bilan birgalikda berilganda ham, demak, gijalarni tushirish uchun 1 yoshdan boshlab hammaga mumkin bo'lgan vitamin hisoblanadi. Demak, 1 yoshdan boshlab 14 yoshgacha to'g'ri keladi. Biodronimiz esa ham gija tushiradi, ham energiya beradi, immunitetni zo'r ko'taradi. Mnogofunksionalniy mahsulot hisoblanadi. Biodronimiz esa hali chillasi chiqmagan chaqaloqdan boshlab har qanaqa kasalligi bor insonga bemalol bera olamiz. Bu biodronni badlarimizga, choylarimizga, kokteyl, xullas vitaminlar hammasiga demak qo'shib ichganda bularni qonga so'rilishini 100% ta'minlab beradi va hujayra darajasigacha ham ichilayotgan mahsulotni yetkazib beradi. Asosiy energiya manbai hisoblanadi. Bundan tashqari, demak, bolalarimizda aynan gija tushirish uchun yana bizda mahsulotlarimiz bor. Mana bu demak soft soap. Mana soft soapimiz turibdi, kattagina bo'ladi. Ichida demak bu parashok kukun ko'rinishida bo'ladi. Aynan soft soap gijalarni falaj holatga keltirib tushirishga tayyorlab beradi. Soft soapdan keyin ichilgan gelim cleanse esa kapsula ko'rinishida bo'ladi. Bu demak tushishga tayyor bo'lgan gijalarni tushirib beradi. Soft soap va gelim cleanse ni biodron bilan birgalikda 5 yoshdan boshlab bera olamiz gijalar uchun, lekin Happy Smile bilan biodronni esa bemalol 1 yoshdan gijalarni tushirish uchun bersak bo'ladi. Yana Happy Smile yaxshi tarafi oshqozon ichak mikroflorasini yaxshilaydi, ovqat hazm qilishni yaxshilaydi, bolalarni ichi ketmaydi, ichi o'tmaydi. Happy Smile shunaqa foydali taraflari ham bor va asosiysi vitaminlarga to'yingan holda bolalarimiz gijalardan xalos bo'lishadi. Bo'yin o'sishiga, vesini ko'payishiga ham yordam beradi.